Nima megabayt qilma. U dahshat joyda qilib. Ko'rsam qotmasligini to'xta. Xullas obunachilar, biz videoni boshladik. Endi biz videoga qarashimiz kerak. Ya'ni bilaman. Xullas biz biza daraxtni ham chopib oldik. Mana shu verstak yasaysizmi, yasaymi? Yasang. Yasang siz? Please. Please on. Давай men yasayman. Obunachilar, ovozim va yo'talishimga e'tibor bermanglar. Yaramas. Gripman. Ketdik endi tarqalishimiz kerak. Nahotki shunchalar Ben hozir qarz beraman yana qaytib. Voy, o'zim shuni oldim. Mana bo'ldi. Mana chiqishga blok. Men nima verstak yasadim? Mana. Ketga kerak emasmi? O'zim yasayim. Menga cho'p kerak. Nega yasalmayapman? Xo'sh, endi bitta tapol va bitta manto. 20 ta tayoq yasadim. Mana narsa. Hayır kirka, seni boshqa. Hayır. Bunday katta qilib. Xo'p. Lekin men chiqishga topakim. Давай. Onalar nima Blaze yoqqa вообще boshqa joyga qarab ketdi. Men esa bu tarafga qarab ketdim. Agar u qishloq tursa men uni yoniga, agar men qishloq tursam u meni yoniga teleportatsiya qiladi. Qishloq topaman. Negadir qotdi. Ayo ishlab ketdi. O'zingizlar sizlarga kech tushganday sezilyaptimi yoki quyosh hali tepada? Ana joy yorqin, faqat menga shunday tuyuldi. Menimcha qishloqni hali hidini ham sezganim yo'q. Tovuqlar sizlarningcha qayerda qishloq? Hey betovuq, axir qishloq sening o'ng tarafingda-ku. Yaxshi. Bitta qo'yinga bo'ldi. Yaxshi, tovuqlar, rahmat. Tovuqlar mana bu yerda dedi unga. Negadir вообще ko'p qochishlar bo'lyapti. Biz Bedrock versiyasida o'ynaganimiz uchundir. Berdi. Lava topdim. Lava ko'limi? Mana shular hali bizga kelajakda chiqmaydi. Hoppa, qo'yinga va ovqati bor. Endi menimcha rostdan kech bo'ldi. Yo'q. Qandaysiga menga shunday tuyulyapti. Qo'yinga toping undan. Men topdim. Oziq ovqatni. Menimcha umum topib men. Men qishloqni lesini ham topilgan. Qishloqda le borligini endi tushundim. Qishloqqa ne? Nasi bor sizda? Yugurmay qo'ydim. Peskasi navash. Voy, jalla. Yugurmay qo'ygan. Men esa yuguryapman. Hali hamon
Menimcha, qo'y. Uchinchi qo'y bu yoqqa. Mana to'rtta qo'yinga bu. Menga uchinchisida men hali endi biz bitta qayiq yasab olishimiz kerak. Nega qo'lladim endi? Bu va bitta qayiq bizga yetib ortadi. Mana ketdik dengizga qarata O'zbekiston so'z boyligi ko'payyapti. o'tib olamiz, ketdik. Endi qanchadir vaqt suzamiz. Mana bu yerda quruqlik. Oilachilar, meni anam kamayyapti ovqatim. Ovqatlarni pishirib olishim kerak. Menda esa Qabrasini olamiz. Endi bizga ishonsa bitta pechka kerak. Hop, menda esa ovqatda muammo bo'lmaydi deyishadi. hop, pishsin bilan. O'zi ungacha atrofda ko'raman. Voy, Ey, o'sha yoqqa narsalarni olib borishim kerak-da, obunachilar. Hali biron marta foydalanganman kirganda. Keyin pishirib olamiz qolganini. Sindirib olamiz. Ketib yo'lni. buzilgan batal to'qqa. Yaxshi, Umaring ichida hech narsasi qolmasin. Buzilgan batalni oldida qishlog'im bilasizmi? Balki men qonun haqida sezyapman. qishloqni men hali qaysi tugul hidini ham sezganim yo'q. Oltin. Sandir Itim bo'lganda ko'tiga bir shapat solardim. Borib topib kelardim. Ya'ni qishloqni hidini sezardi. Jackson salomini tashlaymiz. Wow, juda ham katta kon topdi. Bu yerda temir bormi? Ko'mir bor ekan. Hech bo'lmasa ko'mirni Olma topdi. Sehrlanganmi? Yo'q. Sehrlanganni topish. Nima? Chichib qo'yibsiz ishoning. Bu konda yana nimalardir bor. Demayman, konga kirganda shunday bo'ladi. Bu endi kirmaymanmi? Qishloq. Do'ylik. Men chiqdim. O'zi endigina boshladim-da. Konga kirishdi. Endigina ko'mir kavladim. Shunda ham qayerdandir ha degan ovoz kelyapti. Prekin sasal. Kech bo'lyapti-yu, biling. Yotoqxonangiz bor? Mana bu yoqqa nima deb yozibdi? Subscribe. Ha, obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Subscribe. Obuna qo'yishni esdan chiqarmaydi. Uxlashga vaziyat bo'ldimi? Afsuski mening yotog'im pushti emas. Uxladik. Yaxshi. Yotoqni sindirib olib ketamiz. Vo'nachilar.
Düşüp ketdim. Bir de buluyaysan. Qayerda turgan qaray. Voy. Hoppa. Bu obunachilar sal qoldi ya. Haligacha hech nima temirdan emas. Birinchi marta bunchalik kech vizual Ben yapıyorum. stone'um bilen var ki. O yok diyemem o da oltundan. Bu ham portaldan chiqqan narsani maqtanmay. Zaten o. Hop. Professional bo'lib ketganman-da. Men agar temir topsam birinchi chelak yasayman. Zaten abi. Birinchi chiqib professionallik bilan water drop Tokta. Toğuyan tokta edip ben tokta. Canım kitleri. Manaktan yıkıldı. Ha taxta joyga yıkılıp nega canım. Umut 5 plus. Ha, menimcha bu seniki bo'lsa kerak. Mana bu senikimi? Da. Ha, öyle. Yine bir tarafga keldim o'zi, biling. Qishloqni qayerdan topamiz? Aşkta ama oltunlu oltununda söylüyorum. Qachon men temir topaman? Bo'ldi, mana shu o'rmonzorga qarab ketamiz. Yerlerde qishloq bo'lishi mumkin, lekin uni hali berib turib qolyapti. Matlığa uyku işte daxsı joyga. Yaxshi. Такой şimdi zor. Ye! Maksa gayip benim. Anladım hiç. Vay, yürolmay qoldi. Manzara sana o gördüm. Neyse. Yakıpta geçken koyup küçük bitiremiz şunu. Kışlak top çıkayım ki. Hayat buldun ya peki. Buldu bu. Oldan gidiyorum. Ne kadar da kışlak yok. Olsa 0 2 var. Menimcha bu ömürde qishloqlar juda kamayib ketgan. Adamlar yana bitta buzilgan portal topdim. Bunisi kattaroq ekan. Ochildi. Nima hech ko'rmay qotyapti ekan. İşte nima İşte giymeyiz. Ambiyat bana stoygalar dedik şuna. Yuh daxsına su aldım. İşte biyom. İşte geliyor biyom. Hayır. Bence bu taraflarda hala kelmadik, shuning uchun chetlardan qidirishga boshlaymiz.
ikkilanib angidan kavat yasadim. Mana. İlk bunu top şeyde kanka geçiyor. Huzurluyan kelime baktım. Senin kelime dur. Ho. Yani umarış gerek. Çok oldu ya. Ben geldim oradan çıkıyor. Bunun içi de yan boğuluş gerek. Ama gittik. Ben bir yam çıktı yine. Vay be. Vay çık. Ahmak olasın. Olamazsın. Aboneciler. Bana bir var tekrar çıkış gerek. Bu yerde çık. Hoş. Ne topkan narsalar? Harita. Arkada oldu. Yoksa da